Bolalar va o'smirlar ratsionida har kuni sariyog' bo'lishi kerak. Immunitetni ko'tarishga ham, ko'rish qobiliyatini yaxshilash uchun ham sariyog' eng foydali mahsulot va albatta men sariyog'ni ximikatlardan tashkil topgan, qo'shimchalar qo'shilgan turini emas, tabiiysini iste'mol qilishni maslahat beraman. Tarkibidagi A vitamini ko'rish qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi. Teri salomatligi uchun, suyaklar salomatligi uchun, immunitetni yaxshilash uchun sariyog'ni har kuni ratsionga kiritib borish kerak. Sog'lom yog' kislotalari manbai hisoblanadi. Bundan tashqari ovqat hazm bo'lishiga yordam beradi. Sariyog' tabiiy probiotik xususiyatiga ham ega. Oshqozon ichak faoliyatini yaxshilab beradi. Sariyog'ni har kuni iste'mol qiling agarda ortiqcha vazningiz bo'lmasa. Chunki ortiqcha vaznli insonlarga sariyog' iste'molini cheklashni maslahat beraman. Gormonal balansni yaxshilab beradi. Sariyog' tarkibida to'yingan yog'lar va vitaminlar gormon ishlab chiqarish uchun juda ham zarur hisoblanadi. Ayollar, o'smirlar uchun foydali mahsulot hisoblanadi. Agarda farzandingizga har kuni sariyog' beradigan bo'lsangiz, bolaning immunitetini tabiiy ravishda ko'targan bo'lasiz. Mikroblarga qarshi kurashuvchi tabiiy xususiyatlari bor sariyog'ni. Shuning uchun ham har kuni ratsionga tabiiy sariyog'ni kiriting va oilada sog'lom muhitni yaratishga o'zingiz yordam bering.